Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qani, kechga xotirjam. Men choy damlab kelib qolay. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Qalaysan o'zi? Jiyanlar yaxshimi? Kuyov qanaqa? Jiyanlaringiz yaxshi. Kuyovingiz ozgina mazalari yo'q edi. Xo'p. Boshimizga kulfat tushib qoldi. Kuyovingizlarni operatsiya qildirmasak bo'lmas ekan. O'shanga yoningizga bosh egib keldim, aka. Qancha ketarkan operatsiyaga? $1000. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? Shu qog'ozga tilxat yozib berasan. Qanaqa tilxat? Endi seni zamon shunaqa bo'lib qoldi. Bitta tilxat yozib bersang, ishonarliroq bo'ladi. Men Qobilova Madina Rustam qizi. Akam Qobilov Bekzod Rustam o'g'lidan 1,5 ming AQSh dollar qarz oldim. Shunga har oyda tez xabar olishlikka, aka singil rishtalarni uzmaslikka va akamdan pul oldim deb bordi keldini yo'qotmaslikka va'da beraman deb qo'l qo'y. Bo'ldimi, aka? Aslida pul odam emas, odam pullayadi.